Salom, sizlar bilan Evonlisa. Va bu videoni men armiylar uchun tushuntirish va ma'lumot uchun chiqardim. Kuni kecha men YouTube'ga Bangkok haqida qisqacha video joylagan edim. Kommentda juda ham Bangkok haqida bilmaydigan new armiylar yozibdi. Bangkok o'zi kim? Qiz bola yoki o'g'il bola? Nima ish qiladi va shunga o'xshash ko'p narsalar. Lekin men u haqida kommentda qisqacha ma'lumot yozib qoldirgan edim, lekin armiylar buni biroz e'tiborsiz qoldirishibdi. Yana biz bu videoda o'qilgan rasmlar va shunga o'xshash ko'plab narsalarni ko'rib chiqamiz. Ekrandan uzoqlashmang, like bosishni va obuna bo'lishni ham unutmang. Birinchi savol: Bangkok o'zi kim? Bangkok noma'lum shaxs Jungkookga nisbatan har xil hurmatsizlik qiladigan odam. Uni ishini jinoyat desa ham bo'ladi. U Jungkookning rasmlarini nafaqat qo'rqinchli, balki unga nisbatan sehr, ya'ni qora sehr qilyapti degan gaplar bor va bunga nisbatan juda ham ko'p isbot dalillar bor. Hype Entertainment buni e'tiborsiz qoldiryapti. Bu degani demak, o'zimiz harakat qilishimiz kerak degani. Mening taxminimcha, Bangkokning ukasi yoki o'zi menga YouTube va TikTok platformasida komment qoldirdi. Unda ushbu so'zlar yozilgan edi. TikTok platformasida qoldirgan kommentini o'zbekchaga tarjima qilganimizda bunday bo'lar ekan: sen bu rasmni buza olishing mumkin, lekin biz qilgan kabi qora sehr qila olmaysan deb yozgan ekan. Bu fikrdan ma'lumki, demak u faqat bitta odam emas, nafaqat ikkita odam. Menimcha shunday deb o'ylayman. Keyingi YouTube'dagi kommentni ham ko'ramiz. Bu yerda esa meni sog'indingizmi do'stlar? Men ham sizlarni juda ham sog'indim. Sizlarni tilingizni bilmayman, lekin bu video men haqimda ekanligini bilaman degan ekan. Xuddi shu yerda bu odam tushunarsizroq komment yozibdi. Bu yerda tarjima qilinishi bo'yicha Jungkook sinf boshlig'i, ya'ni sinf boss deb yozgan. Sinf boshlig'i va u mening opamga yoki singlimga zarar yetkazgan. Shunaqaroq gap yozgan ekan. Shuning uchun uni yomon ko'radi deb yozgan ekan. Menimcha bu uning ukasi deb o'ylayman. Bu yerda ingliz tilida komment qoldirgan odam, bu yerda o'zbek tilida mana kanalimda 20 ta fikr qoldirgan ekan. Bundan ma'lumki, bu odam o'zbek o'g'il bola yoki qiz bola. Bu videoni kommentiga shunaqa prank, ya'ni ulug' qilish sifatida komment qoldirgan ekan. Yana kommentariyani tekshirayotganimda shu fikrim chiqib turibdi. Boyagi gapim bor-u, shunga o'xshash gap yozgan ekan. Bunda ham aytganimdek, bu prank deb yozib qoldirgan ekan u ham. Demak, bu umuman Bangkok emas, ya'ni bitta o'zbek odam. Kimligi noma'lum. Endi esa Bangkokning TikTok akkauntini ko'rib chiqamiz. Uning oxirgi TikTok storiesi 5 soat oldin qo'yilgan ekan. Bu shuni ma'lum qiladiki, u hozirda, ya'ni qaytgan va aktiv degani. Bular esa TikTokda u qo'ygan har xil qo'rqinchli videolar. Bu rasmda esa u rostdan ham Jungkookga nisbatan qora sehr qilayotgani ma'lumligi ko'rsatilmoqda. Bu esa uning TikTok akkaunti. TikTokda u menga izoh qoldirgandan keyin uning profiliga kirib ko'rdim va u obuna bo'lgan odamlarni tekshirib ko'rdim. U esa juda ham ko'plab o'zbek odamlariga obuna bo'lgan ekan va bu yerda qandaydir savol qiziqtiradi. Asl Bangkokning akkauntida u hech kimga obuna bo'lmagan, lekin menga komment qoldirgan akkaunt esa u ko'plab 200 tadan ko'p odamlarga obuna bo'lgan va ular orasida o'zbeklar ham bor. Bunda u o'zbekmi degan sizda savol bo'lishi mumkin. Menimcha u o'zbek emas. Shunchaki u qandaydir boya YouTube'dagi kommentga bog'liq bo'lgan shunaqa bitta o'zbek odam. Ya'ni, masalan, u bizani yana ulug' qilayotgandek tushunyapman.
Siz bu video haqida qanday fikrdasiz va bu kim deb o'ylaysiz? Va buni kommentda yozib qoldiring. Sizlar bilan Eun Lisa bo'ldi. Xayr.